Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'ying. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. O'zbekiston va Rossiya mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha masalalarni muhokama qilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 28 aprel kuni O'zbekiston vazirlik va idoralar delegatsiyasi Bosh prokuror o'rinbosari Shahrur Aminov rahbarligida Rossiyaga jo'nab ketdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. O'zbekiston delegatsiyasi Rossiya Federatsiyasida mehnat migratsiyasi va migrantlar huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha idoralararo ishchi guruhining birinchi yig'ilishida ishtirok etadi. Ishchi delegatsiyasi tarkibida Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Migratsiya agentligi, Tashqi ishlar, Ichki ishlar va Sog'liqni saqlash vazirliklari vakillari kiritilgan. Tashrif doirasida asosiy tadbirlar 29 aprel kuni bo'lib o'tmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yil 15 aprel kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidovga xorijdagi O'zbekiston fuqarolarining qonuniy manfaatlari himoya qilinishi doirasida parlament so'rovi yuborgan edi. TIV rahbaridan O'zbekiston fuqarolarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi ma'lumot berish so'ralgan edi. Rossiya O'zbekistondan dronlar ishlab chiqarishni boshlaydi. O'zbekistonda 2025-yil oxirida Rossiya kompaniyasi dronlar ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxonani ishga tushiradi. Dronlardan qishloq xo'jaligida foydalanadi. Bu haqda Rossiyaning Transport Budisheva kompaniyasi bosh direktori Yuriy Kozarenko ma'lum qildi. Hozirda Kozarenkoning so'zlariga ko'ra, qo'shma korxona qurilishi davom etmoqda. Birinchi bosqichda ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi $100 million ortishi tashkil etilishi rejalashtirilgan. Rossiyadagi noqonuniy migrantlar uchun ajoyib xushxabar. Endi rasman sentyabrgacha uzaytirildi. Rasman Putin amnistiya muddatini sentyabrgacha uzaytirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyada noqonuniy ravishda bo'lib turgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga o'z huquqiy maqomini rasmiylashtirish yoki mamlakatni tark etish uchun berilgan muddatni 2025-yil 10-sentyabrgacha uzaytirdi. Prezident farmoni huquqiy aktlar nashri portalida e'lon qilindi. Bundan avval 2024-yil dekabrda Putin imzolagan farmonga ko'ra, migrantlar 2025-yil 30-aprelgacha huquqiy maqomini tartibga solishi kerak edi. Yangi farmon bilan bu muddat yana uzaytirildi. Farmonning yangilanishi haqida avvalroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabar bergan edi. Rossiyada 2024-yil bahoridan boshlab migratsiya siyosati kuchaytirildi. Shu doirada 2024-yil dekabrda qabul qilingan farmonda ham migrantlarga huquqiy maqomini belgilangan muddat ichida rasmiylashtirish talab qilingandi. Migratsiya agentligi Rossiyada ishlab yurgan, ammo hujjatlarda kamchiligi bo'lgan barcha o'zbekistonliklarga huquqiy amaliy yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Delegatsiyaga doir savollar bilan quyidagi telefon raqamlariga va Telegram orqali huquqiy yordam uzbotga murojaat qilish mumkin. Migrantlar soliqqa tortilmaydigan bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, joriy yilning 1-aprel kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida o'tgan matbuot anjumanida Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Mubin Mirzayev bironta jismoniy shaxs o'z daromadini kamaytirib, o'zgartirib yoki soliqdan qochish imkoniyati bo'ladigan tizimni yaratmaymiz. U nafaqat O'zbekistonda, chet elda olgan daromadlarni ham soliqqa tortish tizimini ikki tomonlama soliqqa tortish. Agar u davlatda soliqqa tortilgan bo'lsa, agar O'zbekiston rezidenti bo'lsa, u O'zbekistonda to'lash kerak. Agar O'zbekiston norezidenti u tomonda to'lagan bo'lsa, biz uni inobatga olamiz. Amaldagi qonunchilikka ko'ra jismoniy shaxslarni ham to'liq soliqqa tortish tizimini takomillashtirib joyiga qo'yamiz, degan edi.
Mirzayevning aytganlari ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik, ommaviy axborot vositalarida muhokamalarga sabab bo'lib, endilikda O'zbekiston xorijdagi migrantlarni ham soliqqa tortadi deya anglashiga sabab bo'ldi. Boisi Mirzayev so'zlarida rezident va norezident tushunchalari xorijdagi o'zbekistonliklar deganda kimlar nazarda tutilganiga izoh bermagan edi. Davlat soliq qo'mitasi esa migrantlarning soliqqa tortilishi sifatida tushunayotgan ushbu fikrlarni izohlab, bunday reja mavjud emasligini ma'lum qildi. Soliq qo'mitasi matbuot kotibi Dildora Hoshimovaning Qalampir.uz'ga bildirishicha, agar O'zbekiston fuqarosi xorijda ishlagan bo'lsa va u soliq norezidenti deb tan olinsa, yaqin yil davomida 183 kundan kam vaqt O'zbekistonda bo'lsa, u holda xorijda ishlab topgan daromadi qaytganidan keyin soliq to'lamaydi. Chunki bunday daromad O'zbekistondagi manbalardan olinmagan va Soliq kodeksining 364-moddasiga muvofiq bunday daromadlarga soliq solinmaydi. O'zbekiston fuqaroligi o'z-o'zidan soliq to'lash majburiyatini keltirib chiqarmaydi. Bunga asosiy mezon soliq rezidenti yoki norezidenti ekanligidir. Agar O'zbekiston fuqarosi xorijda ishlagan bo'lsa-da, O'zbekistonda 12 oylik ketma-ket davr ichida 183 kundan ko'proq bo'lib soliq rezidenti maqomini saqlab qolgan bo'lsa, xorijda topgan daromadidan O'zbekistonda soliq to'laydi. Lekin bunda ham agar o'sha daromaddan xorijda soliq to'lagan bo'lsa, qaytadan to'lamaydi. Uni hisobga olish huquqiga ega bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, xorijiy davlat bilan ikki yoqlama soliqni oldini olish to'g'risidagi xalqaro shartnoma asosida xorijda to'langan soliq O'zbekistonda hisobga olinadi va bu daromadlar O'zbekistonda soliqqa tortilmaydi, deydi Soliq qo'mitasi vakili Dildora Hoshimova. Kemerovo markazida qurilayotgan madaniy klasterda 46 yoshli erkakning jasadi topilgani yuzasidan dastlabki tergov boshlandi. Migrantning o'limi sabablari o'rganilmoqda, deb xabar bergan Kuzbas tergov qo'mitasi matbuot xizmati. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, erkak taxminan 15 metr balandlikdan yiqilib voqea joyida vafot etgan. Putin tashabbusi bilan tashkil etilgan madaniy klaster qurilishi bo'yicha ishlarni olib borayotgan Stroytransgaz kompaniyasi guruhi matbuot xizmati kafolat faktini tasdiqlab, erkak betoni bo'ylab ishlaganini aytgan. Avvalroq marhumning jasadi uning hamkasblari tomonidan topilganida uni oxirgi marta tirik holda 5-qavatda ko'rishgani ma'lum bo'lgan. Chet elga ketayotgan o'zbekistonliklar ogohlantirildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov O'zbekiston fuqarolarini chet elga chiqishdan oldin barcha zaruriy hujjatlar, qonuniy talablar va tashkiliy masalalarga to'liq aniqlik kiritishga chaqirdi. Burxonovga ko'ra, so'nggi paytlarda ayrim fuqarolar xorijga chiqishda turli muammolarga duch kelayotgani, ayniqsa hujjatlarda kamchiliklar, mehnat shartnomalarida noaniqliklar yoki xorijdagi noqonuniy faoliyatlar oqibatida murakkab holatlarga tushib qolganligini kuzatilmoqda. Shu boisdan TVoice chet elga safar qilishdan oldin quyidagilarga e'tibor qaratishni so'ragan. Borilayotgan mamlakatning vizasi, migratsiya tartib-qoidalari va boshqa qonunchilik talablarini diqqat bilan o'rganish. Agar ishlash uchun borilayotgan bo'lsa, mehnat shartnomasi qonuniy yoki rasmiy ekaniga ishonch hosil qilish. Xorijiy shaxslar yoki firmalar orqali taklif etilgan ish yoki o'qish imkoniyatlarini rasmiy resurslar orqali tekshirib ko'rish. Oila a'zolaringizni va yaqinlaringizni safaringiz haqida xabardor qilib hamda zarurat bo'lsa diplomatik vakolatxonalarimiz bilan bog'lanish ma'lumotlarini oldindan bilib oling. Tashqi ishlar vazirligi sizning huquqlaringizni himoya qilish va xavfsizligingizni ta'minlash bo'yicha doimiy ish olib boradi. Biroq har bir fuqaroning ongli va mas'uliyatli yondashuvi muhim kafolatlardan biridir, deydi xabarda TIV matbuot kotibi.